IELTS ham yo'q, TOEFL ham yo'q, turk tilini ham bilmayman. Shunda ham Turkiyada o'qishim mumkinmi? Ha, albatta, mumkin. Keling sizlar bilan bugun shu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik buni bilmaydi, lekin men sizga hozir buni tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va barcha sirlarni bilib oling. Turkiyada ingliz tilida o'qitiladigan dasturlar mavjud. Turkiyaning 50 dan ortiq universitetlarida 100% ingliz tilida ta'lim beriladi. Siz IELTS yoki TOEFLsiz ham mana bu hujjatlar bilan o'qishga kirishingiz mumkin. Keyingisi, universitet ichida til kurslari mavjud. Agar siz turk tilini bilmasangiz ham, siz universitetga qabul qilinasiz va sizga 6 oydan 12 oygacha turk tili kurslari beriladi. Shundan keyin siz o'z o'qishingizni boshlaysiz. Shartli qabul. Ba'zi universitetlar til sertifikatingiz bo'lmagan taqdirda ham sizga shartli ravishda qabul beradi. Bu degani, siz oldin Turkiyada til kursini o'qib, keyin universitetga o'tishingiz mumkin. Bu usuldan hali ko'pchilik xabardor emas. Eng qiziq narsa, quyidagi universitetlar til sertifikatlarisiz ham o'qishga qabul qiladilar. Birinchisi, Bahçeşehir Universiteti. Ingliz tilidagi dasturlar juda ham ko'p. Ikkinchisi, Istanbul Aydın Universiteti. IELTS yoki TOEFLsiz ham o'qishga kirishingiz mumkin. Uchinchisi, Istanbul Medipol Universiteti. Shartli qabul ularda ham mavjud. Bu videoni IELTS yoki TOEFL yo'q, ammo Turkiyada o'qishni istayotgan do'stingizga yuborib qo'ying.